Anadaki yana bir jihatdan davlat engi deganni-chu siz ügünisiz sırttan, başka devletten, başka milletten ügünisiz. Sırttan kırdı. Yetilmegen bolsa yetildirimiz. Kirgizish kerak. Sen teşvik qilmasang nereden biladi o haq? Biz nima ish qilyapmiz? Teşvik qilyapmiz. O'zimiz o'ygandik, boshqalarni o'yg'atimiz, yetildirimiz, yetlab mağamiz deyapmiz. Voy Uyg'ur xalqi mundaq, Uyg'ur xalqi ondaq. Voy millat o'zining butunlay xoinligini hozir Uyg'ur millatininki dötligiga o'tligidan sababidan deb yezishning o'zi. Voy mangana ne cho'shqa Uyg'urning xalqi ish bo'lmaganda davlatini sotmaydi, haqqasini setyapsa degan gap borda, mana ichida. Siz o'ylab baking, hech nimani teşhidin kırdıgan mənbəni üzüb taşlab biz özümüz sərxillah qılımız. Biz özümüz mala qılımız, A qılımız, B qılımız. Oylab baking, Uyg'urni sınıfga ayırıp, türlərə ayırıp, o sərxil pərxil, oy sen qılamaysa, mən qılıma, həmmini sen qılalığan bolsang, mana 72 yıl munda olmaydı. Munda gap bu. 20 yıl mı munda olmaydı, 10 yıl mı munda olmaydı degan gap. Xi Jinping 72 yılını yak oltamıdı da o ornada. Uyg'urni yaqin keltirmay, xalqni yaqin keltirmay, men qila olayman. Xuddi oiladimi? Dadangiz qilolmagani balangiz qila oladi. Unda ish bor. Opasi qilolmagani balasi qila oladi. U bir haqiqat. Bu eng aqalli bir savat o. Hammani men qila olayman. Qilmabdi ana. Uyg'urning xalqi mundaq deb kamsitayotgan Uyg'ur xalqi mundaq. Sen nima ish qilding? Tashkilot qurishdan boshqa, onangni ko'tirishdan, yana birsinikini yalashdan boshqa nima ish qilding degan gapda?